Ösmürler üçün Mahmud Qashqari. Assalomu alaykum kichik do'st. Men Mahmud Qashqari. Bir Türkiy tillar tadqiqotchisi. Tadqiqotni, yoziqchilikni va ko'p sayohat qilishni nihoyat yaxshi ko'raman. Ko'p yillik qon ta'rim singan muhim asrim Türkiy tillar divoni bilan Türkiy tillarning kunimizgacha yetib kelishiga to'p qo'shdim. Buningdan taxminan 1000 yil burun Türkiy tillar lug'atini yozib, sizlarga miros qoldirdim. 1800-yilda Qashqar shahrida tug'ildim. Dadam Husayn Amir Tekin. Anam Rabia Banudur. Cho'ng dadam menga maqtashga loyiq bo'lgan ma'nosidagi Mahmud degan ismni qo'yibdi. Dadam Qaraxoniylar xonadonligining podshohi bo'lib, mening tug'ilganligimdan to'liq xush bo'pti. Men tug'ilganda ota-onam intayin xushalligidan Qashqar maydonida butun xalqga nihoyat dog'dug'lik bilan katta ziyofat beribdi. Rang-rang salyutlarni etibdi. Har ast salyutlar kunimizdan 1000 yil burunmi bor ekan. Hayron qoldinglarmi? Anam to'lma bilimlik bir ayol edi. Ismini bilsam, o'qishimga nihoyat ko'ngil biladi. Men bilan birga kitob o'qiydi, men o'yin o'ynash beradi taxe. Men saroydagi olimlardan matematika va islomiy ilmlar darsini oldim. Shu zamonning eng katta madrasalarida tarbiyalandim. Arabcha va farscha tilni nihoyat yaxshi o'rgandim. Ustozim ko'zimni bog'lab saroyning koridorlarida mangduratdi. Ko'z yetik holda sizish, his qilish mashqi insonning oldin sizish iqtidorini kuchaytirishda muhim ekanligini aytadi. Shunga sizlarga qarg'u sochgan o'yin o'ynashinglarni tavsiya qilaman. 12 yoshimdan beri o'rdada vazifa o'tadim. Bir tarafdan xizmat qildim, yana bir tarafdan o'qidim. Savdogarlardan boychigish ishlarga mas'ul kishilarni tekshirdim. Dang va bozorlarni chorlab ishchilarning xizmatini qanday qilayotganligini kuzatdim. Xalqimizning davlatimizga bergan baholarini angladim. 2 yil ichida qilgan xizmatlarim bilan xalqning yaxshi bahosiga erishdim va bu jarayonda davlatimizning butun yezi shahar qishloqlarini ziyorat qildim. Saroyga kelgan boshqa davlat elchilari va chet ellik savdogarlar bilan qilingan suhbatlarda dadam mening yonida bo'lishimni xohlaydi. Tarjimonlar Xitoy va Hindistondan kelgan elchilarning so'zlarini dadamga tarjim qilib beradi. Yosh vaqtimda Qashqarning eng donglik madrasalarida ona tilimiz Uyg'ur tilida, shundaqla chet el tillarida dars o'tishga boshladim. Dadam yosh vaqtida qilgan ishlar xuddi toshga muhr bosgandek. Yashinib qolganda qilgan ishlar suvga xat yozgandek bo'ladi, deydi. Keyingi bir zamonlarda davlatimizda ichki urush yuz berdi. Shuning bilan Qashqardan ayrilishga majbur bo'ldim. Buni fursat bilib, butun Osiyo qit'asini ziyorat qilish maqsadida safarga otlandim va 10 yil safarda bo'ldim. Har qaysi Turkiy ellardagi an'analarimizni ko'zdan kechirdim. Shundaqla ziyorat qilgan yerlarda ko'rgan bilganlarimni yozib xotir qoldirdim. Sayohatimning lug'at yozib chiqishga nihoyat zo'r foydasi bo'ldi. Safarda har uchratgan kishilarni ziyorat qilib, ma'lumot olishga tirishdim. Tog'liq yezlardagi dehqonlardan, yayloqdagi podachilargacha, shahardagi ustozlardan hekim tiyuqlargacha ko'rgan va anglaganlarimni xotirlab mandim. Bu sayohat jarayonida Selçuklular davlatining sultoni Alp Arslan bilan tanishdim. Turk tiliga oid to'plagan ma'lumotlarni kitoblarimga yozdim. 20 yildan ortiq davom qilgan bu safarimda turk tilining nihoyat qadimiy bir til ekanligini bayqadim. Asrimni, ya'ni turkcha arabcha lug'at, turkiy tillar divonini Islom xalifasi va Abbosiylar davlati sultoni Muhtadiga taqdim qildim. Bu asarning tunji nusxasi bugungi kunimizda Istanbuldagi Aya Sofiya kutubxonasida alayda qo'llanib ko'rgazma qilinmoqda. Xalifa sulton menga Bag'doddagi madrasalarda turkcha o'qituvchilik qilish vazifasini topshirdi. Uzun yillar bu yerda
o'quv-o'qitish xizmati bilan shug'ullandim. Tug'ilib cho'ng bo'lgan tuprog'im Qashqarga qaytgan vaqtimda yoshim 80 dan oshgan edi. Ilmim va tajribamni yangi nasllarga yetkazishim kerak ekanligini bilib yetgan edim. Shunga har qanday jafon mushaqqatlarga bardoshlik berdim. Mahmudiya madrasasini qurib chiqdim. Tibobat, matematika, ximiya va islomiy ilmlar darslari o'tilgan bu madrasada nurg'ulg'an ilm ahlari yetishib chiqdi. Bu madrasa shu zamondagi eng muhim universitetlardan biri bo'lib, yuzlarcha o'quvchim bor edi. İslam ilim ma'rifat davrida bir kishilik hassasiyatni qo'shganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman.